Uyg'ur chalg'usi tambur chekma muzikalar turidagi chalg'u bo'lib, buning umum uzunligi 1 metr 42 santimetr o'pchirti bo'ldi. Bu asosliq üzüm yog'ichidan yasaladi. Buningga 5 tal po'lat sim silingan bo'lib, oldidagi 2 tal sim kichik xatli guruhidagi la ovozga, o'rtadagi 1 tal sim kichik xatli birinchi guruhidagi ray ovozga, keyindagi 2 tal sim kichik xatli guruhidagi so ovozga soziladi. Buni o'rinlashda o'ng qo'limizning begiz barmog'imizga simtir, ya'ni naxunni bekitish orqali chalamiz. Jipning ostidan o'tkazib, tirnoqning oralig'iga kirgizib o'tamiz. Mana bu shaklda bo'ldi. Mana bu shaklga kelgandan keyin buni çekip, elep, çalımız.